Qadrli do'stlar, bugungi videomizda sizlarning e'tiborlaringizga bo'lgan shahrimizning eng zo'r messasida Obod mahallasi tushgan yerda 5 qavatli binamizda paneling 4-qavatida 3 xona kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Ichki jihozlarni sotadi, remont ham yaxshi azizlar. Olimpiyadan yangazında bog'cha, maktabdan muammosi yo'q. Domlarni yurib turgan sport kuchli messalar bor. Farzandlaringiz uchun o'yingohlar, zilonli zonalar, kattalar uchun besedkalar hamma udobsiyasi qilingan. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q yerda joylashgan zo'r messalar ishning kvartirani sotib chiqdi. 3 xona bo'ladi azizlar. Narx ham hamyonbop narxda, hamma o'ngayli. Dekkan supermarket, Daytal universiteti hamma peshkom bozor. Dekkan bozorgacha hurmatli marshrutdan kim muammosi yo'q. 5-19 marshrutlar o'ttirdi. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, ham kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib, podpисчик qilib turish esdan chiqmasin. Biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Ham kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Endi sizlar bilan birgalikda kanalimizni ko'rib chiqamiz. Obunachilar, kvartiramizga kirib keldik. Sotsiyangiz zo'r ekan, akkuratli joy, ishlarama joy bundan ko'rgan bedining rakoynalar, qo'l yuvitniki, napor yaxshi, 4-qavat bo'lsa, 5 qavatli binoni 4-qavatida 3 xona kvartira bo'ladi. Kelgandan beri dalan qismi, hurmatli obunachilar, oboydan chiqqan konditsioner, azizlar bedining xolodilniklari, kir mashinalari hamma vaji qoladi. Nav yurtdan bo'lsangiz, gilamlaricha. Bir de pasiyentin o'tiradigan messa qilib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Bu tarafga televizor o'rnatib, bizlar oyoq darasida ovqatlanib, televizor tomosha qiladigan yer qilib qo'ysangiz bo'ladi. Patologlar chiroyli qilib yuksak qilingan, konditsionerlari bor, xolodilnik, kir mashin, gaz plita hammasi qo'yilgan. Bir dana televizor olib kelib yaxshi verasizlar xonamizda. Birimiz 3,5 5,5 makazlar zal qismi bo'ladi. Gilam pardalari bo'ylang. Patologlar chiroyli qilib ishlangan. Oboydan chiqqan ajoyib xona. Eshiklari hurmatli vatandoshlar MDF eshiklardan bo'ladi. Bu tarafimizda yana bir zal, lekin spalniya qilib qo'ydilar. Bu ajlar ham polni kolodon. Obunachilar. Yurtgansin hayotidagi gilamlar ham zo'rindan döşəgənlər, spalniya garniturlarım yaxshisindən qo'yilgan. Bu ajlar ham polni kolodon, perdeler, oboylar. Hurmatli vatandoshlar, bir de termomizdan yine yurtgansin zirklarla podsvetkalar bo'ladi. Chiroyli ekan, hurmatli vatandoshlar. Olgan adam içinde to'lanib o'tirish nasib qilsin, hurmatli vatandoshlar. Bir de spalniya solada 3-4lik bir ham oboy qilingan, perdelar asilgan, lyustran taq holatida. Sanuzelni ko'rib o'tamiz endi. Quruq kafil, oyoq tilar ham kafil, bedening vannasi, unitazi, aristollari qo'yilgan. Hamma taq holatida. Katyollar ham o'tib turibdi. Çok qizdiradi, ham ayrı-fildan qo'yilgan ekan. Bedening Citronik konditsionerlar, inverter 90 idi. Bir de LG xolodilniklari hurmatli vatandoshlar arzon xil emas, bilasizlar, qimmatbaho. Bu yanda LG kir mashinalari 8 kiloluk avtomat. Bedening Eiffel, Duxuntin nasyenniy, vitishka, gaz plita, mebellar. Bu ham baland polining ovqatlanish uchun chiroyli qilib taxlallar, podval, medachida banka qo'ymoqizda udobsiyalar qilingan. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizni orientirni aytib o'tsak, Olimpiyadan yanında 5 qavatli binoni 4-qavatida 3 xona kvartirani e'tiborlaringizga havola qilib o'tdik. Kimdir doğru yaradan bo'lsa bemalol murojaat qilasiz. Narxi 480 million so'm. Bilasizlar, bu yerlardan bog'cha, maktabdan muammosi yo'q. Marshrutlar ham o'ttirdi, 5-19 marshutlari. Hamma o'ngayli, Daytal universiteti, azizlar, Shumbala, Olimpiyadan, Dekkan supermarketi, Raycenter bozori. Dekkan bozorgacha peshkom borsangiz bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. O'qishlar ham yaqin, zo'r mesada, foydalanadigan vatandoshlarimiz uchun ham zo'r. Olib turib ijaraga qo'ysangiz bemalol, azizlar, 300-400 dollardan qo'ysangiz bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Qiziq qala telefon qilasizlar, keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz hammaga.